ertalab soat 9 dan shuncha odam yig'ilgan. Eng qizig'i bu odam hali ikkitasimiz ekan. Ya'ni hozir Buxoroda Ipak va ziravorlar xalqaro festival bo'lyapti. Bu 21-chi ekan. To'rt esa men endi eshitdim. Qiziqib keldim. Gastitsamiz to'la turistlar, eronliklar, karislar, rus, qozoqlar ko'lyapti. Tadbir kechgacha bo'lar ekan. Hozir parad bo'lib yurilar ekan. Har xil ko'ngilochar shoular bo'ladi. Xullas bugun tonggacha bayram. Tongdan boshladimi ku? Tongdan tonggacha. Shu kechda Labi hovuzga boramizmi? Aha. Labi hovuzni eshitgan ekanman, ko'rmagan ekanman. Hozir ko'rsataman-da. Labi hovuzga ko'rsataman, hozir. Hovuz labini ko'rsatasizmi? Qo'y mana haqiqiy festival shunaqa bo'ladi. Faqat qatnashuvchilar emas, butun Buxoroni местный xalqi ham festivalda juda ham aktiv.